Salom do'stlar, bu Super Studios kanali. X odamlar multserialini ilk treyleri chiqdi. Ikkinchi faslini esingizda bo'lsa, birinchi fasli o'tgan yili, adashmasam chiquvdi. To'g'ri, reaksiya olmagandim, shuning uchun aniq qilmayman, to'g'ri. O'zim ko'rganman, reaksiya olmaganman, shaxsan o'zim ko'rganman. Oxir cliffhanger bilan tugagandi. O'shanda ilk bor 92-yildagi O'rgimchak odam o'sha 92-yildagi O'rgimchak odammi o'sha multserial bor-ku, bilsanglar. O'sha ham chiquvdi, cameosi. O'sha 92-yildagi O'rgimchak odam multserialdagi O'rgimchak odam ham chiquvdi aytmoqchi bo'lganim. U ham u olamga aloqasi bor ekan. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam. O'sha xulosa qilib aytadigan bo'lsam, shu 97-yildagi multserialni bu tipa davomi. Men o'zi 97-yildigini uncha eslolmayman, yoshligimda ko'rgan bo'lishim mumkin. Mana yaqinda davomi chiqdi, o'sha o'tgan yili bo'lishi kerak. O'tgan yili menimcha. Undan oldingi yil bo'lmasa. Xo'p, o'sha chiqdi, uni ko'rdim, 9.5 qo'ydim. Yaxshi, zo'r bodri serialdi. Ilk bor menga Marvel oxirgi marta chiqargan seriallar ichida, multseriallar ichida yaxshisi bo'ldi. Atak undan oldin faqat Detski edi-da. Chunki oxirgi marta 2017da O'rgimchak odam multserialini ko'rdim, yoqmadi. Shundan keyin mana 97-yil shu bilan o'sha X odam 97 deb nomlanadi, chunki 97-yil chiqqan, shuning uchun. Endi mana cho'zib o'tirmayman, tomosha qilganimiz ma'qul treyler, o'sha syujet hammasini bilib olamiz. Ikkinchi fasli nimalar bo'lar ekan? Apokalipsis chiqishi kerak albatta, chunki o'sha oxiri o'sha bilan yakunlangan bilsanglar, titrlardagi sahna, tuda-suda deganlarda o'sha apokalipsis chiqishi kerak. Birinchi fasl shaxsan menga yoqdi, to'g'risi. Lekin men bu olam X odamlar olami bilan tanishmasman, multserial bilan demoqchiman. Chunki undan oldin nima bo'lgan, nima voqea menga qorong'i, to'g'risi. Har holda ikkinchi fasl kutgandim. Mana treyler chiqdi. Serial o'zi adashmasam bir yoz oxiri yoki kuzlarga chiqishi kerak. Adashmasam. Ungacha faqat Supergirl, O'rgimchak odam yangi o'shanaqalarni tomosha qilamiz. Undan keyin mana multserial ham chiqadi. 6 qism bo'lishi kerak yoki 8 qism adashmasam, yoki 9 qism bo'lmasa agar hammasi yarim soatdan bo'ladi. Xronometraj yarim soat bo'lishi kerak. Men bilgan ma'lumotlar shu. Agar shu 92-yildagi O'rgimchak odam chiqsa zo'r bo'ladi ikkinchi faslda, ya'ni xursand bo'lardim. To'g'ri, lekin X odamlar bu yoqda O'rgimchak odam umuman nima desam yemayapti, to'g'risi. Endi crossover bo'lsa yaxshi bo'lardi. Har holda qassaskorlar mana bu sirli bosqindan oldin. Chunki bab crossover bo'ladi. Chunki mana yaqinda chiqadigan qassaskorlar 5 ta ham crossover bo'lishiga X odamlar qassaskorlar o'rtasida. Lekin zo'r bo'ladi agar shunaqa crossover qilsa. Kelinglar, cho'zib o'tirmay treyler tomosha qilib qo'ya qolamiz. Tabii başladık. 3, 2, 1. It's hard to believe what's not waiting for me. Someone I lost. Gambit yok. Someone special. Что-то заставка başka. Magneto. X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign, to the future at the height of his rule. The X-Men. I must strike them at their most vulnerable. The 1990s. Anaqa Calypso. At least bought me a drink first. Yul. Yetimcha birlashib ketdi uje. Musikasidan. Faqat Disney Plus'da. You fight a battle that cannot be won. Against the dawn of an age that cannot be stopped. This isn't just about us. It's about everyone we've lost. From the beginning of time to the Deadpool. reaches of tomorrow. We stand Emma together, Frost. right here, right now. I believe in the X-Men. Yarasa maka joyida. Season 2. We're back.
Ay, блин, ana обложкадagi ana отсылка. Voy, блин. O, to'xtanglar. Endi anaqa bilan kadrma-kadr kelinglar. Men bitta narsa Короче, Gambit yo'q, lekin o'sha Apokalips kelganda birinchi fasl oxirida esinglarda bo'lsa, nimadir dialog etuvdi, o'shanda Gambit kartasini ushlab turuvdi. Liba tiriltiradi uni, yomon anaqa qilish mumkin. Eslashyapti, flashback. Okay. No, bu yerda yangi Kalipsimida, Scarlet Witch mana qizil jodugar opachasi, или как там, yashil sochli bor-ku, Kalipsa dedimmi? Yo'q, Kalipsa emas. Qanaqadir o'zini anonsi bor edi, ismi. Boshqa anaqa tushib qolishdi, bilsanglar, mana Ramatut adashmas. Eski anaqada yurishadi. Menimcha Egipt bilan bog'liq, bu yog'i eskicha. Mana Apokalips sizlarga. Mana endi bu уже unaqa formasi. Endi hammamiz tanib kelgan, anaqa qilib kelgan formasi. Ramatutni uncha bo'ldim. Mana amni aytayapman. Yo'q, Kalips adashdim u. Iceman bilan quchoqlashdi. Iceman. Tak, bu yerda eng qizig'i, hamma animga aylanadigan ism nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Qisqasi rasamaxan hammasi joyida, lekin Adamantisni magnet oxirida bilsa olib tashagandi. G'alati, u haligacha imomida ham ko'rsanglar. Bu yerda g'alati qanaqa bu yerda Jingiray rasamaxanni kuchini ishlatyapti, g'alati. To'g'ri, shunga o'xshash. Bu yerda ikkita duet. Tak, Sunspot bilan naqa nima edi? Jubilee. Tushunarli bo'ldi. Nashnoy anaqa, Night. Nashnoy zmeyamidi. Xo'p, mana bu yoqda Cable. Tak, buni bilmadim. Liba Storm, liba boshqa personaj, chunki soch sariq buni. Liba shunaqa отражение bo'lib turib, shunaqa sariq ko'rindi, liba boshqa bo'lgan. Kolos endi paydo bo'ldi, chunki birinchi faslda yo'q edi. Yo'q, Kolos yo'q edi. Mana, endi oldida Yoshelmi? To'g'ri, Rock, или boshqa personaj. G'alati. Ko'ramiz, lekin animatsiya yaxshi, risovka yarki, shunisi yoqyapti menga, qanaqa приятный-da. Chiroyli chizilgan. Cho'ta negadir yig'layapti, liba Sunspotni o'ldirishdi, liba boshqani. Xo'sh, sun'iy intellekt bilan qilinmagan animatsiya, shunisiga ham rahmat. Umid qilamanki, mana Deadpool chiqqani. Xuddi bor Ultimate versiyadagi o'xshaydi. Ultimate Spider-Mandagi. Psylocke, u bilsanglar cameoda chiqib beradi, уже mana общий anaqada paydo bo'ldi ikkinchi faslda. Mana Vandana anaqasi, Emma Frost, okey, Crystal. Mana. Uni ham ancha tegar ekan foydasi. Angel chiqdi. Angel bo'lish kerak, adashmasam, milliy boshqa personaj. Hozir. Angel, Arxangel deganim. Hop. Yeah, I believe. O'cha men ishonamaysan. Kiyimi sal g'alatiroq, mayli. Hamma chill eslamyapman. Har xil oblikka aylanadi. Deadpoolga aylanib oldi. O'tgan qismda Mr. Fantastic bo'luvdi bir qarasam ham boshqa personaj. Mana shunaqa har xil. Mayli-da. Endi kiyim o'zgaradi, chunki ikkinchi fasl, bu aniq edi. Eng qizig'i Adamanti, lekin g'alati, chunki bilsanglar, kinosida ham sug'urib olishgan payt, sindirgan payt. Bilsanglar, samuray. Unda suyeli variant chiqdi, bu yerda yana Adamanti g'alati. Или просто uni Adamantini chiqarib tashladi-da, magnet oxirida, birinchi faslda. Mayli, men buni bilsanglar, Hugh Jackman ham qaytargan bu narsasini. Bunaqa. Yaxki. Qisqasi zo'r, treyler yoqdi menga. O'zingizdan fikrlar yozib qoldilar, treyler yoqdimi, yo'qmi? Kommentda kutasizlarmi ham serialni.
Ikkinchi fasl menimcha ancha yaxshi bo'ladi. What If serialda 1000 marta yaxshi tuyuldi menga, chunki What If qanaqadir g'alati baribir. Menga uncha yoqmadi. Birinchi fasl yaxshi edi, ikkinchi fasldan keyin o'zi ko'rgim kelmadi, uchinchi faslni umuman ko'rmadim. Bu endi ko'ramiz, potensial bor. Umid qilamanki, yaxshi bo'ladi. Umid qilamanki, ishonamanki, bu proyektga ishonaman, o'zini yaxshi ko'rsatadi. Shuning bilan videomizni nihoyasiga yetmoqda. Mana treyler ko'rdim, menga yoqdi. Yana bir bor kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, komment yozib qolinglar, yoqdimi yo'qmi. Shu bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Shu bilan videomizni nihoyasiga yetmoqda. Kanalga obuna bo'linglar, like bosing, qo'ng'iroq tugmasini bosing, boshqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Bu Spurius kanali edi. Xayr, salomat bo'ling.